Şeyh Said Hazretleri mundaq deydi. Salih kishilar tatqan jafo mushaqqatlar kelgusida baxt saodatning sababkori bo'ladi. Yomon kishilarning baxt saodati bo'lsa, hamon bir kuni savol topadi. Mu'minlarning bu dunyoda tatqan jafo mushaqqat, azob oqibatlari ya ularning gunohlariga kafarat bo'ladi, yoki bo'lmasa ularning Allohning nazaridagi ma'naviy darajasining yuqori ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Mundaqcha aytganda ular tatqan jafo mushaqqat, azob oqibatlar qiyomat kuni ularning muvaffaqiyat manbasiga aylandi. Kafir va fosiq kishilarning dunyodagi huzur halovat, o'yin tomoshalari bo'lsa, ularning mangulik dunyodagi azoblarni ko'paytirib yetadigan, oxirida ularni azobga boshlaydigan ezutqidan iboratdir xolos. Bu sababdan mu'min kishi baxt va baxtsizlikning ma'nosini yaxshi bilishi kerak. Dunyoning oltin yalatilgan huzur halovat, havoyi havaslardan iborat yamchuklarga ko'nglini qul qilib qo'ymasligi, saxt pardozlarning aldam xaltasiga tushmasligi kerak. Mavlana Hazretleri aytgandek, aqlli kishiga keyin ko'rilishga tegishli ishlar boshda ko'rindi. Ammo kam aql kishiga bo'lsa, keyin ko'rindi. Ammo bu chaqda hamma ishning vaqti o'tgan, kechikkan bo'ladi. Shu sababdan oqibati insonni baxtsizlik epardigan huzur halovatni baxt deb his qilish faqat kam aqllikning, ya'ni qalb ko'rliqining namoyandasi. Haqiqiy mu'min vaqtlik baxtning emas, mangulik baxtning izdiguvchisi bo'lishi lozim. İnsanda ajoyib bir ochko'zlik, tugumas istak va g'am qayg'u bor ekanki, butun dunyodagi mol dunyo uning bo'lgan taqdirdimi haqiqiy baxt va huzurni topolmaydi. Shuningdek, mashg'ul bo'lgan har qanday ishida o'zini xotirjam, bexatar his qilolmaydi. Chunki u o'zining haqiqiy izlayotgan narsasining nima ekanligini to'liq farq qilolmagan edi. Baxtsizlik insonni jiddiylashish va tushkunlikka giribtor qiladigan sabablarning biri bo'lib, bu tuyg'uni undaq oson kontrol qilib besiqtirolmaymiz. Hamda Qur'on va sunnatning hayotimizdagi qayg'u va baxtsizlikni chiqarib tashlash uchun qilgan tavsiyalarini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Birinchi, bu dunyo imtihon dunyosi. Janob Alloh bu vaqtda mundaq degan: biz sizlarni bir oz qo'rqinch bilan, bir oz qahatchilik bilan, mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan ziyon zahmat, musibatga sabr qiluvchilarga xush xabar bergan. Ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning egidorchiligidamiz. Ya'ni Allohning bandalarimiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Parvardigorning mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Qat'iy voz kechmang. Janob Alloh bu dunyoning bir imtihon dunyosi ekanligini Qur'oni Karimda bak ko'p tilga ilib bizga yo'l ko'rsatyapti. Bu dunyo va hayotimiz imtihondir. İmtihandan muvaffaqiyatli holda o'tgan kishi Alloh tarafidan suyimlik bandalarga alohida tayyorlangan abadiy yurti jannatga kiradi. Ikkinchi, qo'rqinchni hayotingdan chiqarib tashla. Shayton sizlarni beqirlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni zakot bermaslikka, bexillikqa buyuradi. Alloh o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. O hammani bilib turg'uchidir. Baqara surasi 268-oyat. Qat'iy qo'rqma. Har vaqt Allohning sen bilan birga ekanligini unutma. O zot har qanday ishda hech qachon sana yomon bo'lishini emas, balki sen uchun eng yaxshisini bo'lishini umid qiladi. 3. Qur'oni Karimni o'qi va namozingni tashlama. Rivoyat qilinishicha suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Ey Bilal, azan o'qib bizga rohat bag'ishlagan. Reallik shuni isbotlaydiki, namoz va Qur'on insonning ruhiga har vaqt huzur va ozodlik baxsh etadi. 4. Sendimi bakrak qiyinchilik qilgan kishilarga qara va Allohga shukr qil. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufroniy ne'mat qilsanglar, albatta mening azobim texmi qattiq bo'ladi, deb jakarladi. İbrahim surasi 7-oyat. Jafoliq kunlar seni hargizmi tuzkor qilib qo'ymasin. Har vaqt Allohga shukr qil. Janob Alloh uchirgan dishvorchiliklari, jafo mushaqqat, azob oqibatlari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'zi tarafga qaytgan va shukr qilgan bandalarni yaxshi ko'radi. 5. Har qanday ishda har vaqt yaxshilikni ko'rgan. Mu'minning ahvoli ajoyib.
chunki uning ishining hammasi uning foydasi uchun bo'ladi. Bu alohidilik faqat mo'minga xos. Chunki mo'min biror ishdan suyunsa shukr qiladi. Shukr qilishi uning uchun foydali. Agar beshiga biror musibat kelsa, sabr qiladi. Bu uning uchun foydalidir. Dunyoda yaxshilikni ko'rishga boshlagan vaqtingda, dunyo senga texmo yaxshi bir yer bo'lib ko'rinishga boshlaydi. Bo'lmug'ir his tuyg'ularingni, xiyollaringni hayotingdan chiqarishga tirishqin. Mo'min bo'lish sifatimiz bilan bu dunyodagi har qanday ishning faqat Allohning o'rinlashtirishiga asosan bo'ladiganligini bilishimiz va g'am qayg'udan, ansizlikdan, jiddiychilikdan yiroq turishimiz lozim. Ulug' Alloh har vaqt biz uchun eng yaxshisini tanlaydi. U hech qanday bandisiga ko'tarilmaydigan yukni yuklamaydi. Shuni esimizdan chiqarmaylikki, suyimlik payg'ambarimizning uyida kun-kunlab g'azab bo'lmagan. Oylab o'choqqa o't yiqilmagan chog'lar bo'lgan. Lekin u uydan har vaqt muhabbat va xursandlikning, qanoat va tavakkulning hamda shukrning xush hidi taraf-tarafga taraydi. Kunimizda ham islom axloqini haqiqiy ravishda o'ziga tatbiqlagan mu'minlarning uylari huzurliq jannatdan bir parcha. Dal aksicha nafsiga qul bo'lgan, qalbida rahmat bo'lmagan g'afil kishilarning bu dunyodagi uyi bo'lsa, o'limni kutib yotgan tirik murdining oila qabristonligidan iborat. Haqiqiy mu'min fani dunyoning saxtaliklariga aldanmasligi va erishamaganlarga hasrat chekmasligi kerak. Shuningdek, tushkunlik va baxtsizlik gumonlaridan Allohga sig'inishi lozim. Jafo mushaqqat ichiga mo'ginib olgan rohatni, azob oqibat ichiga yushirilgan xushallikni ko'rgan holda qalb huzurini qo'g'dishi lozim. Har qanday ishning natijasiga qarab baho beriladi. Oqibati mangulik saodat bilan xulosalangan dunyo hayoti qanchalik qiyinchiliklarga to'lib ketsa-ketsin, uning oqibati hamon foyda ichida bo'ladi. Aksicha mangulik azob bilan xulosalangan yana bir dunyo hayotida yashagan kishi saroy qasrlarda yashagan taqdirdami, uning oqibati ziyonkorlik ichida. Bu sababdan har qanday ishning natijasiga qarash asos qilindi. Xuddi Shayx Said Hazratlari aytgandek, keyin seni xushal qiladigan qayg'u oxirida hasrat va ansizlik tashlaydigan xushallikdan ming yaxshidir.